Qadrdonlar, boycanamız yana geldik. Bilasizlar, ihsan qilib turibmiz hozir ro'za oyida. Aytmadim, bir ağam $100 berdilar. Yine bir epkamiz bozordan chiqib 1 million berib ketdilar shu boycanamız uchun. Bo'lsin, hozir bu yana gelishimizda bir epkamiz 1 million 300 ming so'm ha. Ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sog' yurib kayfi chog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sog' yurib kayfi chog'lar, bemorlardan hol so'rang. Güldük avchilib so'lmang, nogoh hasratga to'lmang. Ulardek hasta bo'lmang, bemorlardan hol so'rang. Ulardek hasta bo'lmang, bemorlardan hol so'rang. Qadrdonlar, boycanamız yana geldik. Bilasizlar, ihsan qilib turibmiz hozir ro'za oyida. Aytmadim, bir ağam $100 berdilar. Yine bir epkamiz bozordan chiqib 1 million berib ketdilar shu boycanamız uchun. Bo'lsin, hozir bu yana gelishimizda bir epkamiz 1 million 300 ming so'm ha. 1 million 300 mingdan ziyodroq, bir de ziydetisi bor ekan, ya'ni 40 ming so'm. Gaping qisqasi, ihsonlarni taqib chiqaramiz hozir. O'zlaridan moydin pul tushgan. Xudo xolasa, ihson qiluvchilari haqqına bir duo etib qo'yinglar azizlar. To'g'ri, hammamizning imkoniyatimiz yo'q. To'g'ri tushunamiz hamma narsani. Hozir giramiz endi qo'ldan kelsa. Bir dona yurakcha bosib, yaqinlarga tarqatsangiz bo'ldi. Baba Murat ukam qara, zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Duo etib o'tiribmisiz? Malades. Salomat bo'ling. Boycanamning kayfiyatlari zo'r haqiqatdan ham. O'ranib o'tiribsiz. Ish ko'zingiz zo'rmi? Menga omonat berib qo'yadilar, shularga ek keldim. Hozir bu yana gelishimda bir epkamiz yo'lda meni to'xtatib, yine size 1 million 300 ming so'm shu atrofida yine pul berib berdi-chi. Iloyim, xudo xolasa. Ha, shularga ek keldim. Endi bunga qarang. Bir ağam $100 berib berdi. Yine. Olsun, bir epkem bozordan çıktıdan şu adama bereste 1 milyon yine verdi. Hazırki yolda yoluktura epkemiz 1 milyon 300 ming so'mdan ham ziyod pul yine berdi size. Xudo xolasa. Kartalar ham tushdi taxi. Ha, o 11 milyon bo'ldi, he? 11 milyon. 11 milyon. İbideki 3,5 milyon so'm pul. Men hisob kitobim bo'yicha shunda taxminda bir 15 milyon yengildir üzere. 15 milyon so'm zo'r, he? Xudo xolasa ro'za Ramazon oyida hali harakat etamiz. Obunachilar boycanamizga bize uyab berimizda harakat etib yotibmiz. Allohga bir hisob shukr, yaxshi insonlar bor. Sizlarda insonlar borligi uchun bizlar videolarimizni ko'rtiribdilar. Shu videoni maksimalli tarqatsangiz inshaalloh qo'limizdan kelgancha harakat etaylik. Hey, nasip etse. Şu adamı bu videonu toza görtürganlar bo'lishi mumkin. Boycanamızın özlerinin uyi yo'q. O'zi yengelerini eldinde o'tiradilar. Turmush o'rtoqlari bor. Mehribon opam hozir obodonlashtirishda ishlaydilar. Ishlayibdilar hozir. Baba Murat o'zlarining farzandlarina. Xudo xolasa Baba Murat ham katta yigit bo'lsa, ele yurtda manfaati deydigan yigit bo'lsa, Xudo xolasa ihsonlaringizni qaytaradi. Men aytsakim, hali yana kartalarni qo'yamiz. O'zi Davlat olmadi, Mehribon opamni, Davlat va Mehribon opamizni kartalar özlerinde durdu kartalar. Klikam özlerinde, ben her vaktan telefonu so'rab turaman, doğru mu? Hem bir iki neler var, xeytirler, maşinlikler var, ishonmanglar, sizlere aytaman. Başka akkauntlardan beni resimim bilen giredilerden sizlere, doğru mu? Bo'ldi, o'chiring. Men fakat aytdim bak, bir telefon vuraman, meni telegramı bu. Ben sizlerden telefon turup pul beringlar deb so'raman. Sizlere naborat imetib imkanımız bo'lsa, xalqimiz bersa ekkelemem bo'lgani. Nasip etse. Azizlar, videoni tarqatishda yordam beringlar. Bizlere bu menzilinizdan ko'p odam so'radi. Toprakkala tumanında duruş badamız 02'nin arkasındaki köçe. Tamam, 02'ni bir aylanıp ötesinin arkasında ya Baba Murat'am Xudo xolasa şöyle telefon nömrelerinden koyup gitemen. Telefonlaşmam gelsenizde Baba Murat özü çıkıp kütüp aladı sizler azizler. Bir dua etin. İlahim. Xudo xolasa.
Hayır, kalanına yaşını var. Amin. Aytganingiz kelsin.